Assalomu alaykum qadrli YouTube ishqibozlari, YouTube kuzatuvchilari. Sizlarga konteynerda materiallarni oldingi videolarda ham ko'rsatganman. Mana bu konteynerda o'zini 6x6 profili mana 4 tenka bo'ladi, 3-7 shunaqa chiqib qoladi har xil. Shundan qo'shqorimizni ko'rsatgan edim. Endi bunda hozir mana bu firmamiz bo'lsa to'sinkiraydigan holatdagisi, ya'ni hozir bu yerdan bu yergacha 35 cm, bu yerdan bu yergacha 40lik, o'sha 40 cm qilib tayyorlangan mana to'sinkiraydigan holatda. Hozir mana bor bo'yi firmamiz, ya'ni 11.70 konteynerda o'sha materialni uzunligida tayyor bo'lyapti, kesilmagan. Endi sizlarga buni hozir ko'rsatib beraman. To'sinkiraydigan joyi bu yerdan bu yergacha to'sinkiradi. Ikkala tomondan ham bemalol qo'ysa bo'laveradi. Qadrdonlar, har 80 cm ga qo'yib chiqilgan. Mana joyimiz 20 ochilgan. Bu yerga to'sin qo'yiladi. Akalar, buni ko'proq shu darvozaxonalarga, ikki tomondan to'sin keladigan joylarga bemalol o'rnatsa bo'ladi. Mana anchagina baqva chiqqan konteynerda o'zim materiallar mana teshaklar qo'yilgan. Hozirgi kunda qadrdonlar bularni 1 metri 380 ming so'mga tayyor bo'lyapti. Ya'ni o'sha yakkali firmani 190 ming so'm desak, 2 ga ko'paytiramiz. Ya'ni o'sha 2 ga ko'paytirilgan holatida 4 tali qilyapmiz. 280 ming so'mga butun shokiyoq firmamiz. Svarkalarni ham ko'rsatib beraman. Svarkalari ham ajoyib holatda bo'lgan. Yakkali firmalar ham bor, akalar, qadrdonlar. Kimga agar mana shunaqa xizmatlar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Endi bularimizni hozirgi kunda 30 lik qilsa ham bo'ladi, kichkinaroq qilib yasasa ham bo'ladi. Bundan kattaroq qilib yasasa ham bo'ladi. Endi hozir bu egalari shunaqa razmerda zakaz qilishgan, shuning uchun bundan ko'rsatib qo'yapman. Mana bor ko'rinishi. Firmani qo'shilgan holatdagi hozir 190 mingdan Dubayni 380 ming bo'lsa, mana bu yakkali holatidagi firma, ya'ni yakkali. Mana shu firmamiz choki bor firma. Hozir bu 180 ming so'mga tayyor bo'ladi, choki borligidan hisobiga. Bu ham o'sha 40 lik firmamiz. Bular tepadagilari 170 minglik, sabab choki ko'proq mana tepasida. Faqat pasti butun bo'ladi, hammasi bir xil bo'ladi. Qadrdonlar, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib yo'qsalar bo'laveradi. Pastga nomerlar qo'yib qo'yamiz. Mana buyimiz mana kichikroq 30 ligimiz. Bu yerdan bu yergacha 30 lik. Kichkina firma. Bu ham butun hozirgi kunda 180 ming so'mdan metaldan qilib berishyapti. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Obuna bo'lib qo'yasizlar kanal rivoji uchun. Albatta firmamizni ko'tarishiga inshaalloh kafolat beramiz. Hozirgi kunda shu 11.70 holatida 10 metr, eng uzog'i 15 metrgacha qilib berganmiz beziston holatda. Qadrdonlar, obuna bo'lib qo'yasizlar. Hammalaringga rahmat. Metal biznes qo'llab-quvvatlab turinglar.